hamma ham kimyoga kirgan o'quvchi ham kimyoni 100% sevib qolmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Masalan, men ko'raman bolalarga hayotiy nimanidir nimaga bunaqa bo'layotganini tushuntirib bergandan keyin ko'zlari shunaqami degan reaksiyani ko'raman va sekin-sekin ularda ham o'zida yangi savollar tug'ilish boshlaydi. Mayda bosqichlardan o'tib bolalarda kimyoga nisbatan iliqlik paydo bo'ldi. Men o'zimda ham hisob qildim. Men ham olimpiadaga tayyorlanishimni birinchi yilida orttirganman o'sha kimyoga bo'lgan iliqlikni. Nima deb o'ylaysan, agar Nikilga Draksetga Dmitriy Klyaksov qo'shsa beridimi cho'qmi yo'qmi? Mohir opa bilan tayyorlanishni men 9-sinfimning oxiridan boshlaganman va 11-sinfning oxirigacha shu xalq olimpiadadan 6 medal olishim bo'yicha tayyorlanganlar. Mohir opani qo'llarida 3-yildan beri o'qishim va shuncha o'qigan yillarimni mevasi sifatida bu yilgi 59-xalqaro Mendeleyev olimpiadasi qaysiki Braziliyada bo'lib o'tdi. Unda kumush medal sohibasi bo'ldim. Shu kungacha xalqaro olimpiadada g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarim soni taxminan 23 ta, xuddi mening yoshimdek. Avvallari boshida bo'lardi, atrofdagilarning fikri hali student, yosh bola degan nima deydi, nazarlarni ko'rgandan keyin odam boshida endi boshlagan odam uchun bu og'ir botadi. Mana shunaqa paytlarda men o'ylaganman, balki yig'ishtirish kerak ekan degan fikrlar kelgan xayolimga. Odamlar shubha ham qiladi. Masalan, nimaga faqat bunda o'qishadi yoki nimaga doim buni o'quvchilari ko'p chiqaradi deb o'ylashadi-da. Albatta bu shunchaki emas. Bu katta mehnatda men bir o'zim emas, men jamoam bilan birgalikda ishlayman. Buni masalan har kun dars o'tamiz. Nima deydi? Bir yillik programma tuzilgan, biz uni ustida ishlaymiz. Juda og'ir mehnat qilinadi. Yakshanba kunlari laboratoriya qilamiz. Bayramimiz yo'qda. Masalan, men o'zimni yakshanba kunim yo'q, chunki men ishlayman yakshanba kuni. Bolalarga kelib laboratoriyadan dars o'tishim kerak. Bizga bilim berganlar, laboratoriya jarayon qilib o'rganishimizda o'zlarining tajribalarini biz bilan ulashganlar va 6 medal olishimizning asosiy sabablari shu kishi deb ayta olaman. Masalan, men esimda o'zim olimpiadaga tayyorlanayotgan paytim o'zimiz xonada eksperiment qilganmiz va kolbaga bixromat va ustiga konsentrlangan kislota solib, keyin uni ustiga konsentrlangan pereks quyganmiz. Bu katta konsentratsiyalar bilan o'zi ishlash kerak emas, lekin biz shunaqa risk qilganmizda idishga solib, mana shu hammasini aralashtirgan paytimizda shunaqangi nima deydi, reaksiya amalga oshgan, shunchalik otilib ketgandan patolog opa bo'lgan edi. Patologda oranjovoy dog' qolgan katta. Bu eksperimentni men o'zim o'quvchi bo'lib qilganman, lekin hozir o'qituvchi bo'lganimdan keyin o'quvchilarimga unaqa eksperiment qilishga qo'ymayman. Nega? Chunki xavfsizlik nuqtai nazaridan. O'quvchilarni men odatda ko'p urishavermayman. Men ularga o'qituvchi rolida emas, emotsion nuqtai nazardan men ularni yaqinroq bo'lishni xohlayman. Ya'ni o'rtamizda xuddi o'qituvchi va o'quvchi orasida qanaqadir qattiq baryer bo'lishini xohlamayman.